Nima deb o'ylaysizlar? Shu bakalashkan orqasidan uy sotib olish mumkinmi? Mumkin bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringizlar. Hozir men sizlarga mana shu bakalashkan orqasidan kelgan 2 xonali uyni ko'rsatmoqchiman. 72 metr kvadratlik uyimiz sotiladi. Albatta, bu hazil do'stlar, bakalashka va hazil. Kelsam uyni yig'ishtiryapti ekan, uborka bo'lyapti. Uyimizda studentlarimiz bor ekan, yig'ib qo'ygan ekan. Bu yoqda sushilkasi bor. 72 kvadratlik uyimiz sotiladi. Samarqand shahar Sino hududida joylashgan. Bu uyimizning kirish eshigi. Xo'p, hold mana shunday ko'rinishda. Uyda studentlar bor, $350 oyiga to'lashar ekan. Agar kim biznes sifatida olmoqchi bo'lsa ham, ajoyib variant. Shundoq kvartiraning pulini davom ettirib ketaveramiz. Bu Ispaniyasi, bitta shu xona gulxoy va bu yoqda koridor, bu tomonda esa uyimizda mehmonxonasi bo'lyapti. Mana mehmonxona mana shunday ko'rinishda, konditsioner bor. Bu shundoqqina Smart City'ning ro'parasida joylashgan. Bugungi domimiz marhamat, ko'rishingiz mumkin. Mana shu Smart City bo'lyapti. Shundoq kiramiz, shundoq yashaymiz yoki shundoq kvartirani ham davom ettirib borsak bo'laveradi. Biznes uchun olmoqchi bo'lganlar. Bu uyimizda sanuzeli bo'lyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin va oshxonaga o'tamiz. Ovqat pishirish uchun sharoitlarimiz bor. Suv, gaz, sveta, momo yo'q. Bu yerda ovqatlanamiz va to'g'rimizda sushilkasi, do'konini qaytarib shu yerda turibdi. Bu yerda ham bittagina yotoqxona bor. Bu bolajonlar uchun mo'ljallangan Ispaniya bo'ladi. Mana shu uyimiz sotilyapti. Sino hududi, mo'ljal Smart City. Narxi $38,000, 72 metr kvadrat, 6-qavatda joylashgan 6 qavatli mansarda. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.